Xorazm viloyatida xavfsiz muhitni yaratishning tashkiliy profilaktik asoslarini zamon talablariga moslashtirish, sodir etiladigan qonun buzilishlarning asl omillarini o'z vaqtida aniqlash va kompleks chora-tadbirlar bilan manzilli bartaraf etish orqali jinoyatchilikning barvaqt oldini olish maqsadida bir qator namunaviy tashabbuslar joriy etilib, ijtimoiy hayotga taqdim etilmoqda. Ushbu tashabbuslar o'z navbatida davlatimiz rahbarining 2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini yanada oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori bilan uzviy bog'liqlikda amalga oshirilib, hududlarda kunlik jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikning oldini olish, shu jumladan ijtimoiy profilaktika tizimini joyida tashkil etish, muvofiqlashtirish va nazorat qilib borish imkonini bermoqda. Mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish maqsadida xonadonlar, oilalar va profilaktik hisobda turgan shaxslar o'rganilib, huquqbuzarlik sodir etish yoki undan jabrlanish ehtimoli yuqori bo'lgan 45.027 nafar shaxslar aniqlandi. Mahalladagi yettilik tomonidan xulosalar bo'yicha ijtimoiy profilaktika obyekti hisoblangan 27.000 nafar shaxslar bilan profilaktik tadbirlar amalga oshirilish muammolari hal etilib borilmoqda. Mahallalarda aholi bandligini ta'minlash, ularning mavjud muammolarini bartaraf etish orqali jinoyatchilikning oldini olish maqsadida ijtimoiy profilaktika yo'nalishida ham bir qator ishlar amalga oshirildi. Joriy yilning o'tgan 5 oyi davomida hokim yordamchilar tomonidan 6063 nafar shaxslar bandligi ta'minlandi. Xotin-qizlar faollar tomonidan 45 nafar ayollarga imtiyozli kredit rasmiylashtirildi. Yoshlar yetakchilarining sa'y-harakatlari bilan 118 nafar yoshlar kasb-hunarga o'qitilgan bo'lsa, ijtimoiy xodimlar yordamida 194 nafar fuqarolar tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Soliq inspektorlarining ko'magida 79 nafar tadbirkorlar o'zining ilk faoliyatlarini yo'lga qo'ydi. Bu o'z navbatida aholi turmush tarzida ijobiy o'zgarishlarni ta'minlab, mahallalarning jinoyatdan xoli hududlarga aylanishida o'ziga xos ta'sir ko'rsatdi. Viloyatimizda o'tgan yilning 5 oyi davomida tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlanib 1113 nafar xotin-qizlarga himoya ordenlari berildi va barchasi E-himoya tizimiga to'liq ulangan. Shuningdek, xotin-qizlar yo'nalishida olib borilayotgan chora-tadbirlar doirasida kun-u tun faoliyat yurituvchi 1259 va 1286 qisqa raqamli telefon raqamiga viloyatimizda 5 oy davomida 30 nafar ayollarimiz murojaat qilgan bo'lib, ularning huquqiy va psixologik yordamlar ko'rsatildi. Ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan ayollarning haq-huquqlarini ta'minlash maqsadida nizolashayotgan oilalarning 2000 nafari o'rganilib, 1200 nafar oilalar nizolari bartaraf etildi va 731 nafar oilalar yarashtirildi. Ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida joriy yilning o'tgan 5 oyi yakuniga ko'ra Urganch shahrida 47.5%, Urganch tumanida 70%, Xonqa tumanida 79.5%, Xiva shahrida 81%, Xiva tumanida 82.4%, Shovot tumanida 85.5%, Yangiariq tumanida 87.2%, Gurlan tumanida 88%, Puroqqala tumanida 88.9%, Yangibozor tumanida 90%, Bog'ot tumanida 90.7%, Hazoras tumanida 93.6%, Qo'shko'pir tumanida 96% ni tashkil etganligidan kelib chiqib, Xorazm viloyatidagi 82.9% mahallalar yashil toifaga kiritilishiga erishilib, respublika miqyosida eng yaxshi ko'rsatkich sifatida qayd etildi. Ya'ni viloyatimizdagi jami 531 ta mahallaning 440 tasida birorta ham jinoyat sodir etilishiga yo'l qo'yilmadi. Huquqbuzarliklar profilaktikasi faoliyati doirasida amalga oshirilgan ishlar natijasida joriy yilning bugungi davriga qadar oldin olish mumkin bo'lgan jinoyatlar 24 taga yoki 6.7% ga kamayishiga erishildi. Alohida toifadagi shaxslar bilan olib borilgan profilaktik ishlar natijasida bir qator mahallalarda kriminogen vaziyat yaxshilanib, jumladan viloyat miqyosida ayollar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar 28.6% ga, ishsizlar jinoyati 20% ga, mast holda sodir etilgan jinoyatlar 68.4% ga, muqaddam sudlanganlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar 22.2% ga kamayishiga erishilgan. Ichki ishlar organlari tomonidan prokuratura, Milliy gvardiya, Davlat xavfsizlik xizmati, sog'liqni saqlash hamda mahalliy yettilik bilan hamkorlikda olib borilgan mahalla jinoyatchiligini jilovlash borasidagi ishlar natijasida viloyatimizdagi 531 ta mahallalarning 82.9% da jinoyat umuman sodir etilmadi. 71 ta mahallalarda yoki umumiy mahallalarning 13.4% da jinoyatlar sodir etilishining kamayishiga erishildi.
Shu bilan birga mavjud mahallalarning 21 tasi yoki 3,8% qizil toifada qolmoqda. Ayni vaqtda ushbu mahallalardagi muammolarni bartaraf etish va jinoyatdan xoli hududga aylantirish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Mahallalardagi jinoyatlar bilan birga oldi olinishi mumkin bo'lgan jinoyatlarning sodir etilishida ham ayrim hududiy ichki ishlar organlari tomonidan bir qator kamchiliklarga yo'l qo'yilgan. Natijada bu turdagi jinoyatlar o'tgan yilning mos davriga nisbatan Shovot tumanida 26,1% ga, Gurlan tumanida 17,6% ga, Xonqa tumanida 12,5% ga, Yangi bozor tumanida 7,7% ga oshgan bo'lsa, Urganch shahrida 7,6% ga oshib, eng yuqori salbiy ko'rsatkich qayd etilgan. Ichki ishlar vazirligi tarkibida tashkil etilgan qo'riqlash departamenti xodimlarining mahallalardagi jinoyatlarning oldini olish borasidagi mas'uliyatlar oshirilib, ular tomonidan o'tgan davrda qariyb 400 ming obyekt va xonadonlar xatlovdan o'tkazildi. Texnik qo'riqlov markazlari ta'sir doirasidagi 6436 ta obyektlarning qo'riqlanishi 67,2% ga yetkazildi. Ko'p qavatli turar joy majmualari kirish yo'laklariga tashvish tugmalari o'rnatilib, ro'y bergan turli holatlar haqida zudlik bilan xabar berish imkoni yaratildi. Hozirgi kunda Xorazm viloyati qo'riqlash boshqarmasi tomonidan 4325 ta xalq xo'jaligi obyektlari hamda 5222 ta fuqaro xonadonlari texnik qo'riqlovga olingan. Shuningdek, bir oy davomida, ya'ni 1-may holatidan hozirgi kunga qadar soha xizmatlari bilan hamkorligida 563 ta xalq xo'jaligi obyektlari hamda 645 ta fuqaro xonadonlari texnik qo'riqlovga olindi. Viloyatimiz hududida joylashgan ko'p qavatli uylarning 1844 ta kirish yo'laklari mavjud bo'lib, shulardan 620 tasiga tashvish tugmalari o'rnatildi. Xalq xo'jaligi obyektlari hamda fuqaro xonadonlarida sodir etilishi mumkin bo'lgan o'g'irlik va jinoyatchiliklarni barvaqt oldini olish hamda qizil toifaga kirgan mahallalarni yashil toifaga aylantirish bo'yicha soha xizmatlari bilan hamkorlikda ishlarni jadallashtirib olib bormoqdamiz. Muqaddam sudlangan va ma'muriy nazoratdagi shaxslar tomonidan takroriy jinoyatlar sodir etilishining oldini olish maqsadida mahalla yettiligi bilan birgalikda sudlanganlarning yashash sharoitlari o'rganilib, ular bilan manzilli ishlash rejasi ishlab chiqildi. O'rganishlar davomida 500 nafar muqaddam sudlanganlarning muammolari borligi aniqlanib, mutasaddi idora va tashkilotlarning hamkorligida 153 nafarning muammolari hal etildi. 2228 nafar nazorat ostidagi shaxslarning muammolarini hal etish maqsadida ijtimoiy profilaktika tizimi orqali mahalla yettiligiga xulosalar berilib, shundan 1073 nafarning muammolari ijobiy hal qilingan bo'lsa, kasb-hunarga o'qitish maqsadida 273 nafari hududiy mono markazlarga yuborildi. Voyaga yetmaganlar o'rtasidagi jinoyat va huquqbuzarliklarning oldini olish maqsadida so'nggi qo'ng'iroq tadbirlariga alohida e'tibor qaratildi. Maktab o'quvchilari xavfsizligini ta'minlash, bitiruvchilarning o'zboshimchalik bilan haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmasdan turib, avtotransport vositasi boshqaruviga kirishishlarini oldini olish maqsadida har bir maktabga ichki ishlar xodimlari biriktirilib, 2908 nafar yo'l patrul xizmat xodimlari, 615 ta patrul avtomobillari, 168 ta evakuator va boshqa maxsus vositalar bilan jalb etildi. Mahalla jinoyatchiligini oldini olish borasida belgilab berilgan vazifalarni amalga oshirishda yo'l qo'yilgan kamchiliklar, aholi muammolarini bartaraf etishda tizimli ish tashkil etilmaganligi natijasida ayrim hududlarda qizil toifadagi mahallalar soni yuqoriligicha qolmoqda. Ayniqsa Urganch va Xiva shaharlari hamda Urganch tumanida olib borilayotgan profilaktik tadbirlarga qaramasdan, ushbu hududlarda joriy yilning o'tgan 5 oyi davomida bu borada eng salbiy natijalar qayd etilgan. Eng muhimi, olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlarda aholining huquqiy ongi, ijtimoiy faolligi va fuqarolik mas'uliyati oshirilib, jinoyatga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan ijtimoiy muammolarni hal etishga jamoatchilik vakillari, nuroniylar va mahalla faollari keng jalb etilmoqda. Yangi O'zbekistonda huquqni muhofaza qilish idoralari, xususan ichki ishlar organlarining yangi tartibdagi faoliyati xodimlarni yanada xalqqa yaqinlashtirib, muammolarni hamjihatlikda bartaraf etishga yo'l ochmoqda.